Prezidentimiz tashabbuslari bilan kitobxon yoshlarni yozgi ta'tillarini mazmunli tashkil etish, ularni madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlarida faol jalb qilish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasi amalga oshirilmoqda va biz mana shu loyihani amalga oshirish maqsadida 40-umumta'lim maktabiga tashrif buyurdik va bolaga kitob bering nomli kitob yarmarkasini tashkil qildik. Oltin baliq kitobini o'qiganman. U juda ham qiziq kitob. Men esa bugun Mehribon aka kitobini oldim. Uni men o'qib chiqmoqchiman. Endi men sizlarga oltin baliq ertagini o'qib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ular eski uyda turishar ekan va chol baliq tutib kelar ekan. Chol bir kuni baliq tutishga chiqqanida oltin baliq tutib olibdi va oltin baliq cholga gapiribdi: "Meni qo'yib yubor." Endi esa Mehribon aka kitobini o'qib chiqib, albatta sizlarga aytib beraman. Maktabimizda quvonchli voqea, chunki Dolzarb 90 kun loyihasi asosida axborot markazi, kutubxona markazi xodimlari maktabimizga tashrif buyurishdi va o'quvchi yoshlarga mos bo'lgan kitoblarni olib kelib, ularga taqdimot o'tkazishyapti. O'ylaymanki, bu samarali natija beradi, chunki kitob bu oftob, inson qalbini yorituvchi bir oftob hisoblanadi. Har bir o'quvchi agar badiiy kitob o'qisa, yozgi ta'til kunlarida kitob bilan doimo band bo'ladigan bo'lsa, albatta kelajagida uni muomala madaniyati, fikrlash qobiliyatlari o'zgacha holatda bo'ladi. Biz axborot xodimlariga, axborot markazi xodimlariga katta rahmat deymiz va yana shunday yarmarkalar tashkil qilishlarini kutib qolamiz.